Yazğıcı Gülşen Abduqadir xanım tərəfindən qələmə elinğan 5 fevral arxivləri namlıq kitab 5 fevral G'ulji inqilobining 23 yilligi munosabati bilan İstanbuldagi Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tərəfindən nashr qilindi. Kitap Amerika, Kanada, Avstraliya, Gollandiya, Norvegiya, Finlandiya qatorliq davlatlarda 2020 yili fevraldan etiboran sotiladi. 5 fevral arxivləri namlıq bu kitap 5 fevral G'ulji inqilobi haqida yozilgan tunji kitap bo'lib, kitapqa chet ellarda yashayotgan 5 fevral shohidlarining bayonlari, 5 fevral G'ulji inqilobi mezgilida Eli vodisidagi ma'rif suyar ruh, savdo tijorat ahvoli, Xitoyning G'uljida olib borgan qirg'inchiliklari, G'ulji mashribidan G'ulji inqilobiga aylanishqichi bo'lgan jarayonlar, Xitoy hukumatining Eli ruhiga qilgan dushmanliklari, shundaqla avtorning 5 fevral G'ulji inqilobidan keyin yozgan maqolalari kirgizilgan. Kitap soni cheklik bo'lib, kitap sotiladigan davlatlar va setishga mas'ul shaxslar tuvanligicha. Amerikada Zubayra Shamsiddin, Abobekri Osman. Kanadada Tuyg'un Abduveli, Gulshan Abduqodir. Avstraliyada G'ofur Hojim, Baxtiyor Bo'ra. Germaniyada Abdujelil Hojim. Shveysariyada Abdushukur Abdurashid. Norvegiyada Samat Abla. Gollandiyada Ahmedjon Aziz. Finlandiyada Heytaxun Mamitimin. Türkiye'de Teklimakan Uyghur Kitapxonasi. 5 fevral G'ulji inqilobida qurbon bo'lgan shehidlarimizning ruhi shod bo'lsin. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli, saqlayli va o'qiyli. Şanlıq tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin.